Assalomu alaykum. Demak, bu videoda sizlar bilan VPS Office paketining dasturlari bilan tanishishni ko'rib chiqamiz. Bundan oldin keling siz bilan ozgina biz o'sha o'rnatgan dasturimizni interfeysi, ya'ni VPS Office interfeysi bilan ozgina ishlashni ko'rib chiqamiz. Ya'ni ba'zi bir parametrlarni o'zgartirishni. Demak, ko'rib turganingizdek, bu joyda hozir bitta dastur sifatida ishga tushadi. Universalniy rejimda va dokumentni tanlashligimiz yoki ularni o'tkazib turib, hujjat turini tanlab turib, yangi pusto yoki tayyor shablonlardan foydalanishligimiz mumkin. Endi qiziq tomoni bor. Biz xohlaymizki, mana shu joyda Wordni o'zini, ya'ni dokumentni, yangi dokument hosil qilishlik uchun o'sha Word dasturini o'zini ishga tushirgandek alternativ variant xohlaymiz. O'shanday holatda biz hozir puskni bosib, Writer yoki bo'lmasam VPS Writer deb yozsak, hozir hech qanaqa ma'lumot dastur mavjud emas. Buni hozir to'g'rilaymiz. Ya'ni VPS Writer dasturini chiqishi uchun biz birinchi o'rinda o'sha VPS Office dasturini rejimini to'g'rilashligimiz kerak. Buning uchun Настройкаga o'tamiz. Mana bu bold ko'rinishdagi ikonkaga bosamiz va parametriga o'tamiz. Ana endi переключение rejim управления окнами. Bu joyda ko'rib turganingizdek universalniy rejim turibdi. Buni esa mnogokomponentniy rejimga o'tkazamiz. OK tugmasini bosamiz. E'tibor bering, mana shu holatda siz qanaqadir dasturlarni ishlatib turgan bo'lsangiz, o'shanday holatda ularni yopishlik kerakligini so'rayapti va OK tugmasini bosamiz. Endi bu programmani yopsak, bemalol рабочий stolga ko'rishligimiz mumkin. VPS Writer, VPS Spreadsheet, VPS Presentation, ya'ni o'sha va VPS PDF degan yorliqlarni ko'rishingiz mumkin. Bu o'sha rejimni o'zgartirishimiz bilanoq bizga ekranimizga shu yorliqlarni hosil qilib berdi. Ana endi Windowsni bosgan holda VPS Writer deb yozsak, imенно o'sha bizga kerakli bo'lgan dasturni, ya'ni Word dasturining alternativ variantini chiqarib bermoqda. Ana endi ishga tushiradigan bo'lsak, e'tibor bering, avtomatik tarzda mana shu oynaga o'tamiz va dokumentni bossak, hujjat yaratishga o'tamiz va pustoyni tanlaymiz. Ko'rib turganingizdek, bizga Microsoft Word dasturidagi interfeys bilan deyarli bir xil interfeys hosil bo'ldi. Ana endi bu joyda siz yozishni va mana bu funksiyalar bilan tanishishni boshlashingiz mumkin. Keling endi boshqa dasturlarni ham ishga tushirishni ko'rib chiqamiz. Buni boshlanishiga yapamiz. Demak, Presentation bu Microsoft PowerPoint dasturining alternativ varianti hisoblanadi. Bu dasturni ham ishga tushirganimizdan so'ng prezentatsiya bo'limini tanlaymiz. Bir necha shablonlarni yuklab olish uchun vaqt kerak bo'ladi, internet bo'lishligi kerak. Ana endi pustoyni bosadigan bo'lsak, demak kerak emas, keyingi safar tekshirib o'tirmagin deymiz. OK va quyidagicha o'sha PowerPoint slaydini ko'rishimiz mumkin ekan. Bu esa o'sha biz bilgan PowerPoint dasturiga o'xshab slayd tayyorlashni, ya'ni prezentatsiya tayyorlash uchun mo'ljallangan dastur paket. Ana endi keyingi kerakli narsa bu Spreadsheet hisoblanadi. Spreadsheet dasturi Microsoft Excel dasturiga alternativ variant sifatida ishlab chiqilgan VPS kompaniyasi yoki paketi ichida. Bu dasturda ham ko'pgina shablonlar mavjud, ya'ni siz qanaqadir bir menejer bo'lsangiz yoki bo'lmasam o'qituvchi bo'lsangiz, turli xildagi nimalardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta mana bu joyda invoice, attendance, plan va turli xil so'zlarni yozish orqali shablonlarni qidirib topishingiz mumkin. Ana endi bizga hozir pustoy varianti kerak. Ko'rib turganingizdek, biz bilgan o'sha Microsoft Excel dasturining alternativ variant sifatida ishlab chiqilgan dastur interfeysi quyidagi ko'rinishda bo'ladi. O'ylaymanki, bu dastur sizga qiyinchilik tug'dirmaydi, chunki biz bu dasturlar bilan keyingi videolarda batafsil tanishib chiqamiz. Bu dasturlarda kichkina ishlarni qilishni va ularni qanday qilib ma'lumotlarni o'zgartirish, kiritish, o'zgartirish va yuqoridagi joylashgan menyular bilan ishlash to'g'risida ham alohida videolar bo'ladi. Keling endi sizlar bilan yana bitta dastur bilan tanishishimiz kerak. Bu VPS PDF degan dastur. Bu PDF dasturi nima qilib beradi? Ko'rib turganingizdek, siz hech qanaqa qo'shimcha qiyinchiliklarsiz Soldat pustoy PDF yaratishingiz mumkin, ya'ni oddiy o'sha Word dasturida yo'q bunaqa funksional, lekin Word dasturini PDF qilib saqlash imkoniyati bo'lardi Microsoft Word dasturida. Bunda esa Soldat pustoy PDFni yozasizda, PDFda nima bo'lsa o'shanday holatdagi o'sha holatda siz o'zingiz yozib ketaverishingiz mumkin bo'lar ekan. Masalan, bu joyda изменить tekstni bossangiz, e'tibor bering, bu besplatniy versiyamizda bu narsaning imkoniyati yo'q. O'shaning uchun birinchi Word VPS Writer dasturida yozib olib, keyin PDF qilib saqlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu qachonki siz bilan premium
dasturini versiyasini olganimizda 7 kunlik bepul nimasi bor, o'shanda foydalanib ko'rishingiz mumkin. Buni ham обязательно ko'rsatib o'taman. Demak, xo'p, sizlar bilan VPS Office dasturlari paketi bilan tanishib oldik. Keyingi darslarimizda ma'lumotlarni, ya'ni ushbu dasturlarning ichiga ma'lumot kiritish va ularning interfeysi bilan tanishamiz va ulardagi kiritilgan ma'lumotlarni ma'lum bir nuqtaga, ya'ni ma'lum bir papkaga yaratishni ko'rib chiqamiz va qanaqadir tayyor shablonlardan o'zimizga kerakli maqsadda ishlatishni ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Yana bitta funksionalimiz bor, bonus sifatida. Uni ham ko'rsatib o'taman. Ya'ni hozirgi kunda ko'pgina tashkilotlar CV yoki bo'lmasam rezyume tayyorlashni so'rashadi. Bu rezyume tayyorlash imkoniyati ham mavjud bu dasturda. Uni ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Demak, bu videoda hozircha shular. Keyingi videolarda uchrashguncha sog'-omon bo'ling.